Sendan ham, mendan ham. Olar bu. Assalomu alaykum aka. Pashol. Menga tegma vaqti. Keling shuvali. Menga arroq topga. Aroq topib kelaman. Arroq topga. Sen xotin qulisan, sen hezallaysan. Tushundingmi? Ana shuni qulisan. Baqirayman menga, tushundingmi? Ko'zingni go'laytirasan. Menga arroq topib kelaring. Sen ham kapeykasan. Sen ham kapeykasan. Arroq toplaring menga. Aroq topib kelaman. Meva archib, yeb. Buni maymuning yesin, tushundingmi? Nimaga ko'zingni go'laytirasan? Bor chiqib ket, yo'qol. Turib qutarayotingga sana. Boshqa voqalasanlar, hammasiga sana aydorsan. Dada, o'zingiz bo'lsang. Nima? Yuring, men sizni cho'miltirib. Men senga chaqaloqmi cho'miltirasan? Arroq so'radim sendan. Erkak. Kir. Hozir kompyuterdan shuni narsalarni olaman-da, keyin tez chiqaman, xo'p? Tez chiqamizmi, ishqilib? Ha, tez chiqamiz. Ha, faqat. O'g'il bola. Assalomu alaykum dada. Pashol bildingmi? Dada, mehmon. Mehmon? Assalomu alaykum. Qani bag'rimga boshi. Aynan. Xatirlaringiz hididan spirt ko'p ha. Bor arroq olib kel. Mehmon bilan yuzta. Dadajon, ajolama. Bor olib kel dedim. Arroq olib kel dedim. Abdulla, men tashqarida bo'laman. xo'p, chiqaman hozir. Ketma. Sen ham chimomisan? Dada, iltimos, olib kelib beraman shu aroqni. Iltimos, o'zingiz bo'lsang. Dada, iltimos. Pulni yeysan. Xonasi yo'l bo'lsin. Bunaqa yashab bo'lmaydi, Abdulla aka. Qachongacha chidab yashaymiz bunaqa hurmatcha qiliqlariga? Meni endi asablarim dosh bermayapti. Har kun ichib keladilar. Alkash bo'lib hid qilib balki adajonni qariyalar uyiga topshirarmiz. U yerda davolashadi. Odamlarni ko'zdan ham panada bo'ladilar. Sen aytayotgan o'sha alkash meni otam bo'ladi. Shu yoshimgacha katta qildi. Kichkinaligimda kasal bo'lganimda kasal bola boqmayman deb bolalar uyiga topshirib yubormadi. Aytishar ekan, bitta ota 10 ta bolani boqishi mumkin, lekin ba'zida 10 ta bola bitta otani boqa olmaydi dedi. Yana bir gap bor. Otang hayvon bo'lsa, bog'lab boq degan. Men otamdan voz kechmayman. Sana xohishing o'zing bilan. Ota bu topilmas xazina. Uni vaqtida qadriga yet.